Umumyüzlik dava sepimizdeki hizmetlerine, teşkilatlarına, dava sepideki hizmetlerine bir xil nima deymiz endi? Hozir unda desak, nurg'un davo sepidagi qarindoshlar, hatto o'zimizni shuni ichida bilasiz sutimiz bilan xizmatlarning bir xil unumsizligi, natijasizligi menimcha eng muhim sabablardan birisi deb o'ylayman. Ya'ni burun masalan İstanbul'daki ma'rif tashkiloti namoyishga chiqinglar deb chaqiriq qilgan chog'da bir necha ming odam chiqqan bo'lsa, bugungi kunda chaqiriq qilsa qanchaga odam chiqadi? Ya'ni tashkilotlar o'zining chaqiriq kuchini yo'qotdi. Chaqiriq kuchini yo'qotdi. Bu bir tarafdan hammani xalqqa otib qo'yib, xalq passivlashib ketdi deyish o'zimizni ba'zida bazlash, paybalashdan boshqa narsa emas. Chunki tashkilotlar yo'l ichib mang'uchilar bo'lib o'sibdi. Har vaqt o xalqni atrofida tutib tura oladigan xizmatlari, taktiklar, shurqatlar bo'lishi lozim. Qilib ketdi degan gap qo'llashdan boshqa yaramaydi bu nuqtada. Andan keyin hamda shu oldingi yillarda o'ylab baqsaq hamda bunday bir manzirni hozir eslab chiqsak, tarixda kelgusida bizning bolalarimiz bu davrdagi muhojiratdagi Sharq Turkiston ko'rishining tarixini yozsa, kulkilik bir vaziyatni ko'rasiz. Hakikaten yani. Bir tarafdan g'arbda bu bizning masalamizga oid kun tartibga kelayotgan nurg'un davlatlar, tashkilotlar Uyg'urlar biz nima ish qilib beramiz deb so'rayotgan. Yani her vakit gün tertibinin üstüde biz. Gün tertibinin aldığın kadar bir neçe yıl tutup. Bir neçe yıl tutup. Bu arada Uygur küreş tarihindeki fevkalade bir vaziyet bu nazır. Ketken'deki nispetmizde. Bu şunda vakitte bunda da Uygur teşkilatları adamlar nemiş kıldıysanız bir mehel kim müstakilçi, kim avtonomiyici de tılaştı. Bir mehel yenimler değişmedi o kışkılıp. Bütünley İşimizdeki işlerden. mevcut teşkilatlarını teknik nima qilish, sizleştirish uchun deylik. Gelecek onu qilayotganlar bunun biz davanın faydası uchun qilyapmiz desam o, mana bugun so'rash lazım. Unda da nimaga foydasi bo'ldi? Shu. Shuning nimaga foydasi bo'ldi? Yani bu öz içimizdeki cidel maceralar, bu vatan davasıga yiroqdan qaravatgan yaman necha yuz ming Uyg'urni nayt ümidsizlantirgan bo'lishi mumkin. Yani bizning odamlar, bizning tashkilotlar bu ishni qilolmaydi-ki degan ümidsizlikka cho'kkan bo'lishi mumkin. Onun için ondan boshqa tashkilotlar o'zaro bir hamkorlikning yo'qligi. Teşkilat xalq orasida bir xil tashkilot dushmanligini o'tirib chiqib qolish o'ylab baqa. Bu qanday vaziyat endi? Hozir nurg'un odamlar bilan paranglashsa, dernek tashkilotlarni shunisi qilib ichidan oid bir xil g'azab, nafrat bilan til qoldi. Albatta ularning unda qilishi xato. Ammo bu ish qilayotgan tashkilotlarning xalqdagi ashu passivlikni yoki ashu xil xato tushunchani yo'qotish uchun unumli xizmat qilolmaslikdan iborat yana bir paketni o'tirdi. Bu tashkilotlar o'tirsa hamkorlik qilib bo'lmasligi. Bayon degandek o'zaro jidal majrodan boshqa yana bu davo sepidagi nurg'un muhim odamlarning satchiliklari. Degandek bu masalalar xalqni davodan yiroqlashtirdi. Xo'sh. Ümitsizlendirdi. Yani bu bizdeki meseleler. Çünkü neticesizlik hakkında adamı ümitsizlendirdi. Ben bir okuyucular sübüten bilen değilim. İmtihana tayyorluk kılıp bir imtihanın o da 5-6 katım ütenmişsem buna bu 6. 7. katımlık imtihana tayyorluk kılması mümkün. O bir ütenmeydi ki.